Bugun siz bilan juda ham muhim bo'lgan, lekin ko'pchilik oilalarda hali ham ochiq gapirilmaydigan mavzu haqida gaplashamiz. Bu mahramiyat tarbiyasi. Video boshida sizga bir savol bermoqchiman. Farzandingiz o'z tanasi, shaxsiy chegaralari, hayo, hurmat, xavfsizlik haqida ilk bilimlarni kimdan oladi? Sizdanmi? Yoki telefondanmi? Bu savol oddiy tuyulishi mumkin, lekin bugungi kunda aynan shu savol ko'plab ota-onalarni o'ylantirishi kerak. Chunki biz tarixda ilk bor shunaqangi bir davrga keldikki, bolalar ayrim mavzularni ota-onasidan oldin internetdan o'rganyapti. Bir paytlar bolalar uchun eng katta ma'lumot manbai ota-onasi edi. Keyin maktab bo'ldi, keyin kitoblar, bugun esa qo'lidagi telefondagi algoritmlar. Farzandingiz qiziqqan savolga bir necha soniyada javob topa oladi. Lekin o'sha topgan javobi to'g'rimi? U bolani yoshiga mosmi? U bolani qadriyatlarini himoya qila oladimi? Mana shu savollar juda ham muhim hisoblanadi. Shu sababli bugun sizlar bilan mahramiyat tarbiyasi haqida gaplashamiz. Bu nima? Nega muhim? Tarixda qanaqa bo'lgan va nega bugungi kunga qadar qachongidanda dolzarbroq bo'lib qoldi. Keling, avval bitta narsani aniqlashtirib olamiz. O'zi mahramiyat tarbiyasi nima? Ko'pchilik bu iborani eshitganda mavzuni tor ma'noda tushunadi. Aslida mahramiyat tarbiyasi faqat biologik ma'lumotlardan iborat emas. Bu bolani o'ziga va boshqalarga bo'lgan munosabatlarni shakllantiradigan tarbiya hisoblanadi. Masalan, bola eshikni taqillatib kirishi bilsa, bu mahramiyat tarbiyasi. O'z tanasini hurmat qilishi bilsa, bu ham mahramiyat tarbiyasi. Kimdir uni noqulay vaziyatga qo'yayotganini sezsa, bu ham mahramiyat tarbiyasi hisoblanadi. Boshqalarning shaxsiy hududiga hurmat bilan qarasa, bu ham mahramiyat tarbiyasi. Aslida mahramiyat tarbiyasi deganda biz hayo, hurmat, mas'uliyat, xavfsizlik va sog'lom chegaralarni nazarda tutamiz. Psixologiyada sog'lom chegaralar degan tushuncha bor. Bu insonni qayerda yo'q deyishini bilishi demak. Chegaralari sog'lom shakllangan inson o'zini ham, boshqalarni ham hurmat qiladi. Chegaralari shakllanmagan inson esa ko'pincha manipulyatsiya, bosim yoki noto'g'ri munosabatlar qurboniga aylanadi. Demak, mahramiyat tarbiyasi aslida inson qadr-qiymatini tarbiyalashdan boshlanadi. Lekin bu tushuncha yangi emas. Keling, buni tarixiga bir nazar tashlaydigan bo'lsak, mahramiyat tarbiyasi tarixda qanaqa bo'lgan desak, ba'zi odamlar oldin bunaqa mavzular bo'lmagan, biz jinsiy tarbiyani o'rganmaganmiz deyshadi. Aslida esa bo'lgan. Faqat nomi boshqacha bo'lgan. Sharq va g'arb jamiyatlarida bu turlicha bo'lgan. Keling, sharq jamiyatlaridan boshlasak, sharq jamiyatlarida mahramiyat tarbiyasi alohida fan sifatida emas, kundalik hayotning o'zida berilgan. Ota-onaning xonasiga eshigini taqillatib kirish, kiyinish odoblari, uy ichidagi shaxsiy hududlari, erkak va ayol o'rtasidagi muomalalar, hayo va odob qoidalar. Bularning barchasi mahramiyat tarbiyasining bir qismi bo'lgan. Qizlarga hayo o'rgatilgan, o'g'il bolalarga esa mas'uliyat o'rgatilgan. Bolalar kattaligi hurmatda, kattalar esa bolalarga mahramiyatini saqlashini o'rgatish. Muhimi, bu tarbiya ko'pincha gap bilan emas, balki amaliyot bilan ko'rsatib berilgan. Bir psixologga Albertda shunaqangi fikri borki, bolalar ko'proq eshitganidan emas, balki ko'rganidan o'rganadi deydi. Agar ota-ona bir-birini chegaralarini hurmat qilsa, bola ham shuni o'rganadi. Agar uyda hayo, o'zaro hurmat bo'lsa, bola ham buni me'yor deb qabul qiladi. Shuning uchun qadimda mahramiyat tarbiyasi ko'proq muhit orqali shakllantirilgan. G'arb tarixiga qaraydigan bo'lsak, vaziyat biroz boshqacha rivojlangan. O'rta asrlarda bu mavzular haqida ochiq gapirish odatiy hol bo'lmagan, biroz boshqacha va ko'plab masalalar taqiqlangan mavzu sifatida qaralgan. Natijada ayrim savollar javobsiz qolib ketgan. 19-asrga kelib jamiyat o'zgara boshlagan. Shaharlar rivojlanishi, sanoatchilikning rivojlanishi, aholi ko'payishi va bu yangi ijtimoiy muammolarni paydo qilgan. Shunda shifokorlar va pedagoglar yoshlarni himoya qilish uchun ma'lum tushuntirish ishlari zarurligini ayta boshlashgan va 20-asr boshlarida psixologiya rivojlangan. Olimlar inson rivojlanishini chuqurroq o'rgana boshlashgan. Shunda bitta bir haqiqat aniqlanadiki, bola faqat jismoniy emas, balki ruhan ham rivojlanadi. Buni biz bilamiz. Va har bitta yosh davrini
o'z ehtiyojlari bor. Shundan kelib chiqadiki, har bir yoshga o'ziga xos yondashuv bo'lishi kerak deyiladi. Va 1960-1970-yillarda katta ijtimoiy o'zgarishlar yuz beradi. Shaxsiy erkinlik, ta'lim masalalariga e'tibor kuchayadi. Turli xil g'oyalar kuchayadi. Natijada bolalarni himoya qilishga qaratilgan yangi yondashuvlar paydo bo'ladi. Bugungi kunda esa mutaxassislar mahremiyat tarbiyasini bolalarni zo'ravonlikdan himoya qilish, shaxsiy chegaralarni tushuntirish va sog'lom munosabatlarni shakllantirishi muhim qismi deb bilishadi. Yuqorida tarixiy ma'lumotlarni o'rgandik va bu bizga bitta narsani ko'rsatadiki, mahremiyat tarbiyasi har doim bo'lgan, faqat har xil usullarda bo'lgan. Lekin nega bugun bu mavzu qachongidan ham muhimroq bo'lib ko'rinyapti desangiz, mana endi shu savolga javob topamiz keyingi qismda. Nimaga bu mavzu har qachongidan-da ko'ra muhim? Tasavvur qiling, 10 yoshli bola qo'liga telefon oladi. U bir necha soniya ichida dunyoning istalgan nuqtasidagi ma'lumotga kirishi mumkin. Katta imkoniyat, lekin katta xavf ham hisoblanadi. Chunki internet ma'lumot beradi, ammo tarbiya bermaydi. Internet javob beradi, lekin qaysi javob to'g'ri va noto'g'riligini bermaydi. Bugungi bolalar ayrim savollarga javobni ota-onasidan oldin internetdan topadi. Ammo shundaki, bola ko'rgan va o'qigan ma'lumotni tanqidiy baholashga hali tayyor bo'lmasligi ham mumkin. Nevrologlar aytishadiki, qaror qabul qilish va oqibatlarni baholashga javob beradigan miyani qismi 20 yoshdan keyin ham rivojlanishda davom etadi. Va shuning uchun insonning eng komil yoshi 40 yosh deyiladi. Va bu 40 yoshgacha davom etish ehtimoli juda ham katta bo'ladi. Shuning uchun bolalar, o'smirlar ko'pincha bir marta bo'lsa hech nima qilmaydi, bu shunchaki qiziqish deb o'ylashadi. Lekin ayrim ma'lumotlar bolani munosabatlar haqidagi tasavvuriga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Psixologlar aytishadiki, bola sevgi, hurmat, yaqinlik haqidagi ilk tasavvurlarni shakllantirayotgan paytda noto'g'ri manbalarga duch kelsa, keyinchalik sog'lom munosabatlarni tushunishda qiynalishi mumkin. Biz buni oldingi videoda gaplashdik. Shu sababli mahremiyat tarbiyasi bugungi kunning ehtiyoji, xavfsizligi va himoya tizimi hisoblanadi. Lekin afsuski, aynan shu yerda ko'plab ota-onalar bilmagan holda ayrim xatolarga yo'l qo'yishadi. Keling, keyingi qismda aynan shu xatolar va yosh davriga mos tarbiya haqida gaplashamiz. Ota-onalarning eng ko'p qiladigan xatolar. Oldingi qismda mahremiyat tarbiyasi nimaligini, uni tarixiy rivojlanishini, bugungi kundagi ahamiyati haqida gaplashdik. Endi esa amaliy qismga o'tamiz. Chunki ko'pincha ota-onalar yomon niyat bilan emas, bilmagan holda o'zligi xato qilib qo'yishadi, atilabdan qilishmaydi. Ba'zan aynan shu yaxshi niyat bilan qilingan ayrim xatolar keyinchalik katta muammolarga sabab bo'lishi ham mumkin. Keling, eng ko'p uchraydigan 3 ta xato haqida gaplashamiz. Birinchi xato bu sukut saqlash. Bu eng ko'p tarqalgan xato. Ko'pchilik ota-onalar hali vaqt emas, katta bo'lganda tushunadi, o'zi bilib oladi deb o'ylaydi. Lekin bir narsani unutmasligimiz kerakki, bolani qiziqishi sizni tayyor bo'lishingizni kutmaydi. Unda savol tug'ildimi, u har doim javob qidiradi. Agar javobini sizdan topmasa, boshqa joydan topadi. Bu muammo emas unga, hozirgi 21-asr bolalariga. Tasavvur qiling, farzandingiz bitta narsani tushunmay qoldi. Sizdan so'radi. Siz esa mavzuni o'zgartirdingiz. Oradan 1 soat o'tib, u internetdan qidiradi. Farq shundaki, siz uning yoshini, xarakterini va ehtiyojlarini bilasiz. Internet esa bilmaydi. Unga har xil turdagi filtrlanmagan ma'lumotlarni berish mumkin. Ba'zan shu sukut kattakon bo'shliqqa yaratadi va bo'sh qolgan joyi albatta kimdir yoki nimadir to'ldiradi. Ikkinchi xatoyimiz bu uyaltirish. Tasavvur qiling, bola sizni oldingizga kelib savol berdi. Siz esa uyat, bunaqa gaplarni gapirma dedingiz. Bu vaziyatda bola nimani o'rganadi? Mavzuni emas, uyatda. Uni miyasi shunaqangi xulosaga keladi. Demak, bu mavzuda onam yoki otam bilan gaplashib bo'lmaydi. Natijada qiziqish yo'qolmaydi. Faqatgina manba o'zgaradi. Bola savollarni sizga emas, boshqalarga berishni boshlaydi. Psixologlar bolalarda xavfsiz bog'lanish hissi shakllanishi uchun ota-onani hukm qilmasdan tinglay olishi muhimligini ta'kidlashadi. Bu degani har bitta savolga darhol mukammal javob berish kerak degani emas. Ba'zan bu yaxshi savol ekan, keling birga gaplashamiz, deyish ham o'ziga yetadi. Yoki birpas turib gaplashamiz deb aytasiz. Ungacha siz fikrlaringizni tartibga solsangiz ham bo'ladi. Uchinchi xato bu juda kech boshlash. Ko'pchilik mahremiyat tarbiyasini faqat o'smirlik davri bilan bog'laydi. Aslida esa mahremiyat tarbiyasi tug'ilgan kunidanoq boshlanadi. Faqat uni shakli bolaning yoshiga qarab o'zgaradi. Xuddi matematika kabi.
biz birinchi sinf o'quvchisiga murakkab tenglamalарni o'rgatmaymiz-ku, lekin sinashni o'rgatamiz. Mahremiyat tarbiyasi ham xuddi shunaqa bo'ladi. Har bir yoshchi o'z tili bor. Har bir yoshchi o'z ehtiyojlari bor. Ya'ni endi yosh davrlariga alohida to'xtalamiz. Tug'ilgandan boshlab 7 yoshgacha bo'lgan davr poydevor qo'yiladigan davr hisoblanadi. Ko'pchilik ota-onalar aynan shu yoshni eng ahamiyatsiz deb hisoblashadi. Aslida esa eng muhim davr shu bo'ladi. Chunki aynan shu paytda bolani dunyo haqidagi asosiy tasavvurlar shakllanadi. Bu davrda bolaga murakkab ma'lumotlar kerak bo'lmaydi. Lekin unga quyidagilarni tushuntirish kerak. Bu seni taniy, seni hislaring biz uchun muhim. Seni shaxsiy hududing bor. Hech kim seni noqulay qiladigan tarzda tegmasligi kerak deb. Bitta misol keltiraman. Ba'zan qarindoshlar kelganda bolaga "Bor amakingni quchoqla, bor o'pib qo'y" deb aytamiz. Bola esa o'zini noqulay his qilishi mumkin. Bu yerda masala qarindoshlikning yomonligida emas, masala bolaning hislarini hurmat qilinmasligida. Chunki bola o'z hislariga quloq solishni o'rganishi kerak. Bu keyinchalik uni xavfli vaziyatlarni sezish qobiliyatiga ham ta'sir qiladi. Ya'ni oddiy odatlarimiz borki, eshikni taqillatib kirish kerakligini, kiyinish odobini, maxfiylikka hurmat qilish kerak. Ya'ni hojatxona odoblarini, dushdan chiqqach kiyinish odoblarini, kattalarni shaxsiy hududiga ruxsatsiz kirmaslikni o'rgatishimiz kerak. Bularning barchasi mahremiyat tarbiyasining bitta qismi hisoblanadi. Ko'ryapsizmi? Mahremiyat tarbiyasi aslida kundalik hayotimizdan boshlanadi. Hozirda g'arb jamiyatlari bong urayotgan mahremiyat tarbiyasi aslida bizni mentalitetimizda bor va bu bizga qadim-qadimdan singib kelgan. Ikkinchi davrimiz bu 8 yoshdan 12 yoshgacha tayyorgarlik davri. Endi bola asta-sekin o'zgarish boshlaydi. Bu davrda ko'plab ota-onalar noqulaylik sabab mavzudan qochishadi, lekin aynan shu yoshda bolalarda eng ko'p savol paydo bo'ladigan payt hisoblanadi. Nimaga tanam o'zgaryapti? Nega hissiyotlarim meni boshqacha? Nega men boshqalar bilan o'zimni solishtiryapman? Bu savollar tabiiy. Shuning uchun ota-ona ham tabiiy munosabatda bo'lish kerak. Masalan, sana tani o'zgaryapti va bu absolyutno normal holat degan oddiy jumla bolaning ichidagi ko'plab qo'rquvlarni kamaytirishi mumkin. Bu davrda gigiyena haqida gapirish juda ham muhim. Qiz bolalar uchun hayz davrini gapirish kerak. O'g'il bolalar uchun jismoniy o'zgarishlar. Bu mavzular qo'rqinchli emas. Bu ulg'ayishi tabiiy bir qismi ekanligini ularga uqtirishimiz lozim. Yana bir muhim masala borki, bu xavfsizlik. Bola bilish kerakki, kimdir uni bezovta qilsa nima qilish kerak, kimga murojaat qilish kerak, qaysi sirlarni saqlash mumkin emas. Masalan, tug'ilgan kun sovg'asi yaxshi sir bo'lishi mumkin, lekin kimdir bu haqida ota-onangga aytma desa, bu allaqachon ogohlantirish signal bo'lishini unga tushuntirib qo'yishimiz kerak. Keyingi davrimiz bu 13 va 15 yosh. Eng nozik bosqich. Mana shu davrda ko'pchilik ota-onalar uchun eng qiyin davr, chunki o'smirlik boshlanadi. Qarama-qarshi jinsga qiziqish paydo bo'ladi. Mustaqillik hissi juda ham kuchayib ketadi. Do'stlarning ta'siri ortadi, ota-onaning ta'siri biroz pasayadi va aynan shu paytda ota-ona nima qilish kerak desiz, unga nazoratchidan ko'ra yo'l ko'rsatuvchi pozitsiyasiga o'tish kerak. Bu davrda suhbat quyidagi mavzularda ham bo'lishi mumkin. Hurmat nima? Sog'lom munosabat nima, bosim qilish nima, manipulyatsiya, chegaralar nima. Masalan, ko'plab o'smirlar manipulyatsiyani sevgi deb o'ylab qoladi. Aslida ular butunlay boshqa narsalar. Sevgi hurmat qilinadi, manipulyatsiya esa bosim qilinadi. Sevgi insonga tanlov qilish huquqini beradi, manipulyatsiya esa majbur qilinadi. Sevgi qadr-qimmatni saqlaydi, manipulyatsiyada undan foydalaniladi. Bu farqni tushungan o'smir zararli toksik munosabatlarni tezroq tanib boshlaydi. Va bugungi kunda yana bitta muhim mavzu bor, bu internet xavfsizligi. Shaxsiy ma'lumotlar, shaxsiy suratlar, begona odamlar bilan yozishmalar, internetdagi tanishuvlar farzandni qo'rqitish orqali emas, balki tushuntirish orqali ehtiyot bo'lishni o'rgatishimiz kerak. Chunki qo'rquv vaqtincha ishlaydi. Tushunishsa insonda butun umr qoladi. U qachondir qo'rquvlarni yengib o'tishi ham mumkin. Bizda keyingi bo'limimizda biz siz bilan mahremiyat tarbiyasini asl maqsad haqida gaplashamiz. Shu yergacha kelibdi savol tug'ildimi sizda? Bularning barchasidan maqsad o'zi nima? Maqsad bolani nazorat qilishmi? Siz yo'q. Maqsad bolani qo'rqitishmi? Yo'q. Maqsad bolaga ichki kompas berish. Shunaqangi kompas berish kerakki, siz yonida bo'lmaganingizni ham ishlasin. Noto'g'ri vaziyatni sezishsin.
bosimga qarshi tura olishsin, o'z qadrini unutmasin. Chunki hayotda har bir nuqtasida biz farzandlarimiz bilan har doim birga bo'la olmaymiz. Lekin ularga to'g'ri qaror qabul qilishga yordam beradigan qadriyatlarni bera olishimiz mumkin. Va aslida tarbiyaning eng katta maqsadi ham shu. Agar bugungi mavzu sizni qiziqtirgan bo'lsa va yanada chuqurroq o'qishni istasangiz, quyidagi kitoblarni tavsiya qilaman. Birinchi kitob G'arb falsafasiga mos Первый разговор об этом. Bu kitobda ota-ona farzandlar bilan yoshiga mos va tabiiy tarzda suhbat qurishni o'rgatadi. Ayniqsa bolalar noqulay savollar berganda qanaqa javob berish, mavzuni qanaqa tushuntirish va ishonchli muloqotni qanaqa saqlash bo'yicha foydali tavsiyalar berilgan. Ikkinchisi Sharq jamiyatini, Sharq falsafasini go'zal tarzda namoyon qilgan Mahremiyat tarbiyasi kitobi. Bu kitobda sharqona tarbiya, hayo, shaxsiy hudud, oilaviy qadriyatlar va farzandlarda mahremiyat hissini shakllantirish masalalari juda ham go'zal tarzda yoritilgan. Ayniqsa mahremiyat tarbiyasi diniy, axloqiy, pedagogik nuqtai nazardan qarashni istagan ota-onalar uchun foydali manba hisoblanadi deb o'ylayman. Albatta, hech bir kitob ota-onani mehrini, e'tiborini farzand bilan quradigan samimiy muloqotini o'zgartira olmaydi, lekin to'g'ri manbalar bizga yaxshi yo'l yo'riq ko'rsatishi mumkin. Videoni boshida sizga savol bergandim. Farzandingiz mahremiyat tarbiyasini kimdan o'rganyapti? Sizdanmi yoki internetdanmi? Bugun shu savolga darhol javob bermasangiz ham mayli, lekin iltimos bu haqida bitta o'ylab ko'ring. Bu juda katta mavzu, bu xavfsizlik mavzusi, bu hurmat mavzusi, bu qadr-qimmat mavzusi. Bu sog'lom kelajak mavzusi. Farzandga mahremiyat tarbiyasini berish unga qo'rquv berish emas, unga himoya berish hisoblanadi. Uni cheklash emas, balki uni ongli qilishdir. Uni nazorat qilish emas, balki unga hayotga tayyorlash hisoblanadi. Va ehtimol bu ota-ona farzandiga bera oladigan eng muhim sovg'alardan bittasidir. Agar video sizga foydali bo'lsa, izohlarda fikringizni yozib qoldim. Sizningcha mahremiyat tarbiyasi necha yoshdan boshlanishi kerak? Va aynan sizga mahremiyat tarbiyasi bo'yicha gayd tayyorlaganman. Uni Telegramdagi kanalimdan olishingiz mumkin. Salomat bo'ling.